Birinci o'qishliq Melikining tepishmaqi. Bar ekan, yo'q ekan, burungi zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. Uning Sahib Jamal degan bir qiz bor ekan. Uning bir she'ri tepishmoq bo'lib, kimki tepishmoqning javobini aytib bersa, shuningga tegiman, kimki topaman deb kelsa, topolmasa jallodga kallasini oldirman deydi ekan. 7 iqlimdan shahzodalar, beyzodalar, boyvachchalar kelib, uning tepishmoqini topolmay beshidan judo bo'laveribdi. Aşı Melikining Yiroq sahrodagi bir xaroba ko'lida bir toz yigit bo'lib, qayrib ketgan onasi bilan birga yashaydi ekan. Toz yigit bu xabarni anglab, ashu qizning tepishmoqiga men javob beraman debdi. Onasi qo'rqib ketibdi-da, qanchilgan shahzodalar va beyzodalar, boyvachchalar topolmaganini sen qandoq topatding deb o'g'lining berishiga qo'shilmabdi. Ammo toz yigit bir amallar bilan onasini qoyil qilib rozilik qilibdi. Axir ana o'g'liga ko'mak silib, uni biliga tugdirgandan keyin duo qilib yo'lga sapdi. Shuning bilan toz yigit podshohning sarayiga qarab yo'l olibdi va saroy darvozasining yoniga o'rinlashib 3 kun yetibdi. Bir chaqda uni yasovullar ko'rib, "Hey toz, nima deb bu yerda yotsan? Sen yotag'anga buningdan boshqa joy topilmadimi?" deb so'rabdi. Shunda toz yigit, "Men Melikining tepishmoqini topqil keldim" debdi. Bu xabar Melikaga yetkazilibdi. Melika, yana birining o'lgisi kelibdi, ilib kelinglar debdi. Toz yigit Melikaning huzuriga kiribdi. Melika uningga tepishmoqini aytibdi. Yiroq yerda o't kuyar, uni tepin qumaqdas. Siziq sayda it hurar, uni tepin qumaqdas. Char bog'imda jut chanar, uni tepin qumaqdas. Ishkimda qo'sh minguz, uni tepin qumaqdas. Qara ta'lim putaqsiz, uni tepin qumaqdas. Appa qo'zim so'ngaksiz, uni tepin qumaqdas. Toz yigit Melikining she'ri tepishmoqini anglagandan keyin javobini aytibdi. Tozning javobini anglagan Melika kinizeklarga bu toz mening tepishmoqimning javobini tepib oldi debdi, og'zini tutib kulib. Kinizeklar darrov chaparmanlarga xabar yetkazibdi. Chaparmanlar tezlikda podshohga xabar qildi. Podshoh chaparmanlarga suyunchi beribdi va 40 kecha kunduz to'y qilib qizni toz yigitga nikohlab beribdi. Shuningdan keyin o'rda tuviblarning tirishchanligi bilan tozning beshi saqib, chechi o'sib nihoyat chiroyli bir yigitga aylanibdi. Shundaqla podshohning o'ng qo'li vaziri bo'ldi. Umrining oxirigacha Melika bilan birga xushal-xuram yashabdi. Xo'sh, toz yigit Melikining tepishmoqini qanday topgan? Javobi: Yiroq yerda o't kuyar, bo'ra ko'zi ayim qiz. Sisiq sayda it hurar, qara qumchoqdir ayim qiz. Char bog'ingda jubchinar, ota anang ayim qiz. Ishkingda qo'sh minguz, ini akang ayim qiz. Qara ta'lim putaqsiz, qara chaching ayim qiz. Appoq qo'zing so'ngaksiz, qo'sh anaring ayim qiz.